Men teysam faqat Zohir akaga teyaman. Bo'lmasa, uydan Zohir aka bilan birga qochib ketaman. Nimalar deyapsan? Sen esingni yig'ib olgin. Xizmatchilikka etsangiz, choy damlab berishsa. Bizda xizmatchi yo'q. Biz hammasini o'zimiz qilamiz. Bugundan keyin hammasini siz qilasiz. Zohir aka, biz bunga kelishmagandik. O'zi biror bir narsaga kelishganmidik? Kafega ishga chiqamanmi? Oshpaz yordamchisi bo'lib ishlaysiz oshxonada. Agarda bu yerdagi voqeadan oyingni ogoh etadigan bo'lsang, qaytib oying bilan umuman gaplashmaysan. Meni tushundingmi? Ana syurprizu, mana syurpriz. Boyligi uchun shu yigitga qizimizni uzatmoqchimisiz? Mahallada gap so'z ko'payyapti. Qizimizni shuning uchun tezda uzatishimiz kerak. To'xtanglar. Sen bu yerda nima qilyapsan? Usmon akani hamma narsasi o'sha xotini Vazira opaniki ekan-a? Yo'q, oyi, bo'lishi mumkin emas. Siz? Siz noto'g'ri tushundingiz. Biz ichkarida syomka bilan Erlik ayol iflos yigitni kvartirasida nima bor edi senga? Nima bor edi? Balki o'zgararsiz. Farzandli bo'ldik. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Qizim. Sen tushgan kinolaring rosa hit bo'ldi-da, ha? Uyimizni sovchilar bosib ketdi-yu. Mayli, kelaversin. Tanlab boyiga teyaman. Boy kelin emas, baxtli kelin bo'laman degan qizim. Nima farqi bor, oyi? Farqi bor-da. Agar baxt bo'lmasa, boylikni o'zi hech narsa qilib bera olmaydi. Oyjon, boylik bo'lgandan keyin baxt ham bo'ladi. Baxt bo'lishi uchun boylikni o'zi kamlik qiladi. Oyim rahmatli aytardilar. Niyatni butun qilish kerak qizim derdilar. Oyi, doim eski gaplarni gapirasiz. Bolam, eskilar ham ayrim gaplarni bilib gapirishgan. Mengachi boy bo'lsa bo'ldi. Yana kuyov chet ellik bo'lsa undan ham yaxshi. Voy tavba. Chet tilini bilmaysan, qizim, qiynalib qolasan-ku. Chet elda yashaydigan o'zbek bo'lsa demoqchiman, oyi. Bolam, o'z uying, o'lan to'shaging degan. Odamni o'zini yurtidan qo'ymasin. Chet elda yashash mazza-yu. Ko'p gapirding, chetel petel qilmasdan bor. Uy ishlarini o'rgan, ovqat qilishni o'rgan. Sovchilar kelib turibdi mana. Agar birontasi yoqib qolib, otang rozi bo'ladigan bo'lsa, keyin o'zing qiynalib qolasan, ro'zg'or ishlariga. Xo'p. Chetellik bo'lgani yaxshi. Tavba qildim. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling opajon. Shu desiz, qizingizga atay Turkiyadan sovchilikka keldik. Ha, opam Turkiyada yashaydilar. Rostdan, ha? Shuncha joydan, ha? Ha, opajon. O'g'lim Zohirjon internetda qizingizni o'ynagan rolini ko'rib qopti kinoda. Shu qizni olib berasiz deb hol jonimga qo'ymadi. Mana keldik. Jiyanimga o'zim tavsiya qildim-da, opa. Bu yog'i juda qiziq bo'ldi-yu, ha? U yerda sizlar doimiy yashaysizlarmi? Ha, o'sha yerda o'zimizning kafemiz bor.
Dadasi o'sha yerga borib kafe ochib, shundan o'sha yerda o'rnashib qolganmiz. Mayli, bir qarindoshlar bilan, dadasi bilan birga maslahatlashib ko'raylik. Bizni noumid qilmassiz opajon. Qizni ko'rib kinoda mehrim tushib qolgan siz ham. Shuning uchun bitta jiyanimga qizingizga sovchilikka keldik opajonim. Mayli, o'ylashib ko'raylik, keyin javobini aytamiz. Unda biz hozircha shu yerdamiz. Senimkida bo'lib turamiz. Javobingizni kutamiz, yana kelamiz. Mayli. Ha, bu Turkiyada qiz yo'q ekanmi? Shundan shunga kelishibdi-ya. Bilmasam dadasi. Turkiyada kafesi bo'lsa, uyi bo'lsa, demak, to'ydan keyin chet elga olib ketadi degani. Ha, qizimizni o'zlari bilan birga olib ketishi aniq dadasi. Begona yurtda qizing o'rganib keta olarmikan, ha? Bu tarafi ham to'g'ri, lekin ona bola o'zbek ekan-ku. Ha, mayli, unda yigitni o'zi bilan bir gaplashib ko'raychi. Keyin bir qarorga kelarmiz, ha? Ha, mayli dadasi. Unda men ularga qo'ng'iroq qilib aytib qo'yaman. Bo'pti. Xo'p, bugun negadir charchadim shekilli, dam olay ozgina. Xo'p. Oyi, hammasini eshitdim. Eshitsa nima bo'pti? Men shu yigitga turmushga chiqaman. Seni esing joyidami, qizim? Ha? Ha, o'zimizda yigit qurib ketganmi? Ha, shuncha sovchilar kelib turibdi-ku. Axir u Turkiyadan keldi, oyi, Turkiyadan. Kafesi bor dedingiz. Bo'lsa nima qilibdi kafesi? Keyin ko'rinishidan boy dedingiz. Demak, ayni men kutgan oila. Qizim, axir Oyi, men faqat shu oilani tanlayman. hozir bir qarorga kelishingga erta. Dadang u yigit bilan uchrashib, gaplashib ko'rsin. Meni ko'nglim lekin ko'proq shu oilaga chopyapti. Hayot senga o'nchoqmas-ku, qizim. O'qiysizmi yoki ishlaysizmi? O'qishimni tugatganman. Turkiyada fermada ishlayman. Kafeni onangiz yurtadilarmi? Ha. Orada men ham qarashib turaman. Qizimni to'ydan keyin bu yoqqa yuborib turasizmi? Endi ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz. Kafengizda bu yerdan borgan o'zbek yigit qizlari ishlasa kerak axir. Ochiq aytganda, ularni ishga olmayman. Nega? Dangasaroq bo'lishadi ko'pchiligi. Ishlagingiz kelmaydi. Keyin ursangiz, biz o'zbekmiz, birimizning ko'yishimiz yaxshi emas deb menga aql o'rgatishadi. Siz ularga yordam bermaysizmi? Nega? Axir ular sizning yurtdoshlaringiz-ku. Ochig'ini aytsam yordam berganman. Oxiri jonimga teggan. Har holda ishlagan ishlaydi. Qanday qilib hech qanday ish qilmasa, men ularga yordam berishim kerak. Musofir yurtda ishlash oson emas axir. Juda ham to'g'ri. Biz ham musofirmiz. Biz ham harakat qilganmiz. Lekin hammaga yordam beraversak, uyimni topa olmayman. Har kim o'zi uchun harakat qilish kerak. Birovni o'ylagan bilan hozirgi zamonda hech kim rahmat demaydi. Mayli, tushundim. Endi biz nima qilaylik? Ruxsat bersangiz, to'yga tayyorgarlikni boshlaylik. Hozircha shoshmay turing, men yaxshilab o'ylab olay. Bu deyman, juda uzoq o'ylaysizmi? O'g'lim,
Siz ham uylanib, qiz farzandli bo'lganingizda meni holatimni yaxshi tushunib olasiz. Yaxshi. Men sizni tushundim. Mayli. Ko'rishguncha. Xo'p, ilohim, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bersin. Menga bu yigit yoqmadi. Odam qanaqaligini taniyman-ku. Shunchalik yomonmi? Odam qanaqaligini begona yurtda o'z yurtdoshlariga qilgan muomalasidan bilsa bo'ladi. O'zini yurtdoshlari to'g'risida shunday gaplarni gapiryaptiki, tepa soching tikka bo'lib ketadi. Rostdanmi? Ha, birovga rahm qilishni yomon ko'rarmish. Xudbin bu yigit, xudbin. Unda onasiga qo'ng'iroq qilib, sekin yo'q deb olaman. Ha, onasiga ayt. Qo'ng'iroq qilib ayt. Kerak emas, uzoq ekan, uzoqqa bermaymiz degan. Bir keldi. Oyi. Xullas, dadamga ayting. Tegsan faqat shu yigitga tegaman. Otangga qarshi chiqmoqchimisan sen qiz? Nima, dadam meni Turkiyaga turmushga chiqib, boyvuchcha xonim bo'lib yashashimni istamayaptilarmi? Bolam, dadangga yigit yoqmabdi. Yigitni ko'rdim. Juda ham aqlli, boy bo'lsa, yana nima kerak dadamga? Gul jo'natgan menga, shuncha sovg'alar jo'natgan. Qizim, sen hali yoshsan. Odam tanimaysan. Oyi, dadam meni shunchaki uzoqqa jo'natgilari kelmayapti. Shu xolos. Bolam, rostdan ham begona yurtda senga nima bor, a? Oyi, Zohir akam boy bo'lsa, menga u yerda xizmatchilar xizmat qilishadi, maza qilib yashayman. Buni nimasi yomon? Qizim, dadang bir narsani bilmasalar bunday gapirmaydilar. Oyi, iltimos, o'z taqdirimni o'zim hal qilay, iltimos. Opa, dadam sizni yaxshi ko'radilar. Sizga yomonlikni ravo ko'rmaydilar-yu. Sen aralashma. Xullas gap shu, oyi. Men teysam faqat Zohir akaga teyaman. Bo'lmasa, uydan Zohir aka bilan birga qochib ketaman. Nimalar deyapsan? Sen esingni yig'ib olgin. Xullas, bu meni oxirgi qarorim. Ilohim baxtli bo'linglar, qo'sha qalinglar. Uvali, juvali bo'linglar. Baxtli bo'lgin qizim. Qo'sha qaringlar. Qizimizni sizga topshirdik endi, kuyov. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Onasi. Negadir? Ko'nglim g'ash. Nega unday deysiz dadasi? O'zi shu yigitni tanladi. Iloyim baxtli bo'lsin. Aytganingiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Voy xudoga shukr. Nihoyat mana uyimizga ham yetib keldik-a, bolam. Ha, charchadim oyi. Voy, gapirma. Men xonam ketdim. Mayli, bor, yaxshi dam ol. Qani, keling qizim. Vau, shu biz uyimizmi? Ha, mana shu xudo xolasa bizni kulbay vayronamiz. Zo'r ekan. Zo'rmi, yoqdimi? Juda ham yaxshi. Oyi, haligi xizmatchilarga aytsangiz, choy damlab berishsa. Endi qizim, gap bunday. Bizda xizmatchi yo'q. Biz hammasini o'zimiz qilamiz. Bugundan keyin hammasini siz qilasiz. Rostdanmi, oyijon? Ha. Uy yig'ishtirisham, choy damlasham, eringizni kutib olish, meni kutib olish hammasi siz zimmangizda, qizim. Axir men Qizim, uyni tozalasham o'zimizni zimmamizda.
bundan keyin siz qilasiz. Sizlarni xonangiz yuqorida, meniki pastda. Kirib kiyimlarni almashtirib olaylik, keyin birgalikda choy ichamiz, xo'p? Tez almashtirib chiqsangiz, choy ichamiz. Xo'p. Hech gapga kirmadi shu qiz. Shunga tegmasam uydan qochib ketaman deb, tegdi-yu shu yeriga. Shuni bilib turib shunaqa ish qilmasin deb rozilik berdim-da men. Ha, mana uzoqqa tegib ketdi. Endi borib ko'rish ham qiyin. Ish qilib baxtli bo'lsin-da. Baribir qiz bolaga ko'ngling achiydi deganlari shu ekan-da. Rost ekan. Halitdan sog'inib o'tiribman. Nigina. Ikki qulog'ingiz tursin. Biz uyimizda hamma narsa tejamkorlik bilan ishlatiladi. Hammamiz bitta xonada o'tiramiz. Ortiqcha xonalarni chirog'i yoqilmaydi. Ha, yana kafeda qolgan ovqatlarni kechqurun uyga olib kelamiz. O'shani ikkiga bo'lsangiz, binoydek tushlik va kechki ovqat bo'ladi. Keyin endi siz ham ishga chiqishingiz kerak. Kafega ishga chiqamanmi? Albatta chiqasiz. Chunki bugundan yordamchiga javob berib o'rganman. Nega? Sababi endi siz menga yordamchi bo'lasiz. Unga ortiqcha pul to'lamayman-ku. Oshpaz yordamchisi bo'lib ishlaysiz oshxonada. Oyjon, ovqat qilishni yaxshi bilmayman-ku. Endi boshlanishiga kartoshka piyoz archib turasiz. Idishda yuvib turasiz. Xullas o'rganib olasiz. Uyingizda ovqat qilgansiz, to'g'rimi? O'zbekistonda ham yerga tekkaningizda kimgadir ovqat qilarmidingiz kelin bo'lib? Xullas, hali qiladigan ishimiz ko'p. Men bekorga kela olmadim. Zohir aka. Biz bunga kelishmagandik. Nimaga aynan kelishmagandik? O'zi biror bir narsaga kelishganmidik? Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Ish qilish har bir kelinni boshida bor narsa. Bilmasang o'rganasan. Yo'q. Ey, pasportingni qidirib ovora bo'lma. Kelgan kuning olib qo'yganman. Bu nima qilganingiz? Har holda pasporting begona yurtda menda tursa ishonchli bo'ladi. Uni ustiga telefoningni ham qidirma. Uni ham olib qo'yganman. Siz oyimga aytaman. Aytolmaysan. Unda ketaman. Ketolmaysan. Chunki sendek taniqli aktrisa Turkiyaga erga tegib, bir haftaga qolmay eri bilan ajrashib, yana qaytib ketdi degan gap senga kerakmi? O'zing sharmanda bo'lasan. Nega xafa bo'lasan mendan? Men nima qilay? Seni shunchalar sevamanki, qo'yib yuborgim kelmaydi. Endi oilada ish qilishing bu tabiiy. Baribir ham mendan boshqasiga tekkaningda ham sen kelansan. Bu sening vazifang. Kelaver. Bugundan boshlab mana shu kafega qaraysan. Ha, to'y bahona bo'lib, birozgina to'xtab turgandi. Bu yer Toshkent emas. Bu yerda mijozlar birinchi o'rinda ozodalikka qaraydi. Tushunarlimi? Axir men... Ha, sen bilaman.
sen xohlaganding hammasi birdan bo'lishini. Tayyor uy, mashina, xizmatkorlar. Lekin kechirasan. Men Turkiyada ko'p yillardan beri yashasam ham eskilarda bir gap bor. Unutganim yo'q. Er-xotin qo'sh ho'kiz. Shunday ekan, birgalikda hammasiga erishamiz. Men nima yesam, shuni yeysan. Qayerda uxlasam, shu yerda uxlaysan. Tushunarlimi? Shunday ekan, hozir mahsulotlar keladi. Ularni birma-bir ro'yxatga olgin. Tushunarlimi? Ichkariga kirib tanishishing mumkin. Bemalol. Mana shu yerdan eshik bor ichkariga. Bor, nima qilib turibsan? Deya hammamni orzu qilib deyishadi-yu. Mana senga orzu. Zohir aka. Oyimlarni sog'indim. Xo'sh. Shunga qo'ng'iroq qilib gaplashmoqchi edim. Oying sog'indingmi? Mayli. Men ham odamman. Tushunaman. Mana. Faqat oldimda gaplashsa. Nega bunaqa qilasiz? Ketib qolishimni xohlaysizmi? Birinchidan seni qo'yib yubora olmayman. Ikkinchidan, agarda ajrashmoqchi bo'lsang, unutma. Hammaga xotinim menga xiyonat qildi deb intervyu beraman. Har holda sen taniqli aktrisasan, men esa eringman. Albatta menga ishonishadi. Ayniqsa Turkiyada ayolimni boshqa bir begona bilan ushlab oldim desam, xalq aniq ishonadi. Nima? Shartim shu. Xohlasang, mana. Bo'lmasam, bora qol. Aytib qo'yay. Agarda bu yerdagi voqeadan oyingni ogoh etadigan bo'lsang, qaytib oying bilan umuman gaplashmaysan. Meni tushundingmi? Ota-onam sizga ishonmaydi. Aytayapman-ku. Intervyu beraman. O'zimni hokisor, er deb hammaga bayon qilaman. Tushunarli-a? Sizni bunchalik pastkash deb o'ylamagandim. Jonginam, sendan voz kecha olmayman. Aybim shu. Aytib qo'yay. Tilingga ehtiyot bo'la. Oyi, Ha qizim, nima gap? opam telefon qilyapti. Voy. Qizim, yaxshimisan? Oyi, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, dadam yaxshimilar? Ha, dadang ham yaxshi dam olyaptilar. Qizim, o'rganib ketdingmi? Qiynalmayapsanmi? Meni kechiring, oyi. Nima bo'ldi, bolam? Yo'q, hammasi joyida. Shunchaki sizni sog'indim. Juda ham yaxshi, bizdan xavotir olma qizim, seni juda ham sog'inib ketdik. Oyijon, bo'pti, erim chaqiryapti. Keyin gaplashamiz. Voy. Oyi, o'chirib qo'ydilarmi? Voy. Nega buncha darrov? Ha, xo'jayinim chaqiryapti dedi-yu, pochchani chaqirayotgani uchun o'chirib qo'ydi-da. Ish bilan ovoradur-da, qizim. Mayli. Opangni juda ham sog'inib ketdim. Uzoqlarga ketib qoldi-da. Ikki haftalik bo'yimda bo'pti. Endi bolam uchun ham ko'nikishim kerak. Yo shartda ajrashib ketvorsammikan? Yo'q.
Axir o'zim tanlagan bo'lsam, buni ustiga ajrashsam, erim uni ushlab olganman desa, ota-onam, mahalladagilarning oldida nima degan odam bo'ladi? Balki bolam tug'ilgach, erim ham, qaynonam ham o'zgarishar. Nima qilsam ekan? Bu yerdan ko'chaga chiqib ketishning iloji yo'q. Kuzatuv kamerasi qo'yib olishgan. Kamiga qaynonam doim shu yerda. Chiqib keta olmayman. Uydan faqat kafega o'tiladi. U yerga ham kuzatuv kamerasi qo'yilgan. Kamiga pasportimni erim olib qo'ygan. Chora yo'q. Nigina? Tavallud ayoming muborak bo'lsin. Mana bu senga. Arzimas bo'lsa. Voy. Esimdan chiqib ketgan ekan. Meni esa esimda. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Zohir aka. Siz menga nimaga uylangansiz? Nega bunday savol beryapsan? Yoki sovg'am yoqmadimi? Gap sovg'ada emas. Nega meni bunaqa sharoitga olib kelib qo'ydingiz? Boshida kafeda ishlaysan deganingizda, sharoit tushuntirganingizda men o'ylab ko'rgan bo'lardim. Sizga ne orzular bilan tekkandim. Boshqa qizga uylansangiz nima qilardim? Iloji yo'q-da. Nima qilay? Bu ko'ngil seni tanladi. Shunga majbur bo'ldim. Sevgan odam unaqa qilmaydi. Ertadan kechgacha kafeda ishchi bo'lib tinim bilmayman. Bu yoqqa kelib uy ishi. Menga qara. Mehnatdan odam olmagan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qolaversa, bu mehnatlar kelajagimiz mevasi. Shuni unutma. Biz baxtli bo'lamiz. Bu yerdan ketishni xayoliga keltirmagin. Asabiylashmagin. Bugun tug'ilgan kuning. Shuning uchun chiroyli kiyimingni kiygin-da. Sen xohlagan joyga olib boraman. Birgalikda nishonlaymiz. Pastda kutib turaman. Istasam ham bu yerdan ketolmaydiganga o'xshaydi. Haqiqiy abyuzerga duch kelibman. Uni fikrlashi, turmush tarzi, dunyo qarashi shu. Pasportimni olib qo'ygan. Elchixonaga qochib borsam ekan. Lekin erim u yerga borib, o'zi aytgandek, xotinimni ushlab olganman. Shunga qochib ketyapti desa bor. Hammaga aniq sharmanda bo'lib ketaman. Endi nima qildim? Chidashdan boshqa choram yo'qqa o'xshaydi. Nigina? Ha, nima qilyapsiz? Gap bunday. Bugun uyga keldingiz. Ertadan kafega ishga chiqasiz. Oyi, ertaga ishga chiqsam bolam nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Aravachada yoningizda yotaveradi. Oshxonadami? Ha, nima qilibdi? Bolachi dumalab katta bo'ladi. Oyijon, axir kechagina chiqdim. Gap tamom. Tushundingizmi gapni? Biz keldik. Ha, qarang kimdir keldi. Qizim, Dadajon. ana sürprizu, mana sürpriz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadajon, yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Qalaysan jonim, yaxshimisan? Sog'inib ketdim-ku. Yaxshimisizlar? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi Joy yaxshimisiz? Sizimisiz? Eslama. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Muncha ozib ketibsan, ha? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Qiziq savol berasiz, quda. Endi
farzand dunyoga keldi. Osatda. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat. Xursandmisan onasi? Ha, judayam, judayam. oyijon yaxshi keldinglarmi Rahmat jonim. yaxshi keldinglar Rahmat. Ha, Niginaxon. Bu qaqqayib turmasdan borib cho'p harakatini qilmaysizmi? ho'p kelinglar Ovora bo'lmanglar. Keldik. Ha, yuringlar. Xo'p, Keling. qani. Kiringlar. Xo'p, Masha. rahmat. Keling. Ha, qizim. Charchamayapsanmi? yo'q rahmat charchamayapman Bir necha kundan beri shu yerda bo'lsak ham bir ona boladek o'tirib bemalol gaplashmadik a qizim. oyijon yaxshi bo'ldi kirganingiz o'zi sizga aytadigan gapim bor edi Nimani gaplashmoqchi edinglar? Sog'lig'ing yaxshimi? Qizimga qarab qo'ydingmi? Jonim? ha haligi kuyovingiz bilan hamma joyga aylandinglarmi hech qat qolib ketmadimi qiz qalasiga bordinglarmi Ha, aytgancha. Yaxshi eslatding jonim. Oyijon, ming bor uzr. Ertagayoq sizni olib boraman. Mayli kuyov, bormasak bormabmiz-da. O'zi shundoq ham hamma joylarni aylantirib charchadingiz. Ovorasi yo'q. Axir sizlar mehmonsizlar-ku. mayli oyi hali gaplashamiz Ha, mayli qizim. Xo'p, ishlaringni qilib. Onasi? Dadasi, sizga bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Shu qizimiz baxtli emasga o'xshayapti. Nimaga unaqa deyapsan? Kuyov hech qizimiz bilan yolg'iz qoldirmayapti. Kelganimizdan beri hali bir o'tirib bir bafurcha gaplashganimiz yo'q. Men ham sezdim kecha. Oshxonaga chiqib ketsang, ketingdan chiqib kelyapti. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Endi nima qilamiz dadasi? Biron narsa o'ylab topamiz ertaga. Ertalab yo'lini topaman xudo xolisa. Mehmondo'stlik uchun katta rahmat sizlarga. Faqat sizlardan bir iltimosim bor. Lapi, dada. Qo'limizdan kelsa bajonadir. Faqat yo'q demaysizlar, faqat iltimos. Bu nima deganingiz? Iltimos, mendan yomon gap chiqmaydi, qo'rqmang. Xo'p, mayli. Endi minnatdorchilik tarzida siz, o'g'lim, qizim, nevaram, endi sizlar biznikiga, Toshkentga borib mehmon bo'lasizlar. Sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz. Hamma xarajatlarni o'zimiz to'laymiz. Nima dedinglar? Uzr. Taklifinglar juda ham ajoyib, lekin o'zingiz bilasiz, biz katta bir kafe yurg'izamiz. Uni qarovsiz qoldirishni ilojisi yo'q. Ming bor uzr. Biz kelasi safarga albatta boramiz. O'g'lim, oyiz xo'p deb bo'ldilar. Mayli, o'g'lim. Bir necha kunga borib kela qolinglar. Axir kafeni kim qaraydi oyijon? O'g'lim, men so'z berib qo'ydim. Ha, Aytganimdek, meni ishlarim juda ham ko'p. Uni ustiga Nigina yaqindagina tug'ruqdan chiqdi. Hali o'ziga kelgani yo'q. o'g'lim, havo almashtirish eng yaxshi davo usuli. O'zbekistonda bir mazza qilib yayrab kelasizlar. Buncha qarshilik qilyapsiz. Tishlimi o'g'lim? Ha? Qarshilik qilyapsiz. Ha, yo'q. Nega qarshi bo'lamiz? O'g'lim,
borasizlar. Sizlar kelin bilan borib, nevaram bilan borib havo almashtirib kelasizlar. Mehmon bo'lib kelasizlar. Bu yerda ishlarni hammasini o'zim qilib turaman. Xo'p, bola? Ana, bu boshqa gap. Quda, siz ham birga borsangiz yaxshi bo'lardi. Endi hammamiz birdan keta olmaymiz. Bu yerda ishimiz bor-ku. Ha, mayli. Menga qara. Toshkentga borish fikri kimdan chiqdi, ha? Men haligi Nima haligi? Sendan chiqdimi? Yo ota-onangga nimadir dedingmi? Sen gapiryapman. biroz ham gapirganim yo'q, gaplashishga qo'ymadingiz-ku. Shunga hayronman-da. Dadam birdan Toshkentga boramiz deb qoldilar. Nima uchun? Ha? Bir necha kun ota-onamni mehmon qilganingizga ular ham xijolat bo'lib, shuni qaytarishmoqchi. U yoqda siz bilan meni mehmon qilishmoqchi. Buni nimasi yomon? Shunday degan. Yaxshi. Lekin eshitib qo'y. Agarda Toshkentga borib, men haqimda nolisang yoki nimadir deydigan bo'lsang, qizingni qayta ko'rmaysan. Tushunarlimi? Xo'p. Pasportim sizda-ku, xavotir olmang. Boshqa mavzuga qaytmaydi-ya. Aqlli bo'lib, o'zingni bilib yurgan, xo'pmi? Qani, menga qara. Jilmaychi. Aslo oramizdagi nizoni hech kimga bildirmagan. Kelinglar. Qani? Mana bizning uyimizga xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Opa, jiyanimni uxlatib tushdim. Pochcha, endi opamni 5 daqiqaga o'g'irlab ketaman. Yuring. Kechirasiz senim. Opasiz ochiq yashamayman, o'rganib qolganman. Shuning uchun yonimda bo'lgani yaxshi. Doimo oldimda bo'lsin. Yaxshi. Muhabbatda, muhabbat. Qani? Kelinglar bolalar. Qani kelinglar, ichkariga yuringlar. Xush kelibsizlar endi. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshi bo'ldi kelganlaringiz. Olinglar, yeb ichib o'tiringlar. Olinglar. Olinglar. Jim o'tirdim senga. Bu kuyov bola sizda maslahatim bor. Eshitaman. Sizning maslahatingiz kerakki, shu biznes boshlamoqchiman, tadbirkorlik. Haligi siz yaxshi bilasiz, shu Turkiyadan nima olib kelsa bo'ladi, haligi qanaqa qilib, menga qarang. Shu eng nimalari, sara narsalarni olib kelib bir tadbirkorlik qilay dedim-da. Har holda sizni endi suyagingiz qotgan. Haligi maslahat bersangiz yaxshi bo'lardi. Choy xonasi. Men choy yangilab kelaman. Sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Masalan, quruq mevalar olib kelsa bo'ladi. Bundan tashqari kiyim-kechak deganda, endi atrofingizda talab nimaga ko'proq bo'lsa, shunga moslab olib kelasiz-da. Ichki bozor o'rganib chiqish kerak avvalambor. Barakalla. Har holda sizlar ko'p ko'rgansizlar-da. Oling, bu narsalarni olib o'tiring. Tishlaymi? Oyi. Qizim qayerda? Narigi xonada uxlayapti. Erim olib ketib qolmasin. Xavotir olma. Qizing yotgan xonaning eshigini quplab qo'yganman. Menga qara. Ering bilan muammoing bormi? Ha? Nimagadir xavotirdasan? Muammoyam gapmi, oyi? Nima bo'ldi? Nima gap gapirsang-chi? Boshida sharmanda bo'lmay deb, taniqliman deb chidashga majbur bo'ldim. Otamni boshi egilmasin dedim. Kamiga o'zim pishirgan osh dedim. Lekin endi
Nima bo'ldi? Voy, tushuntiribroq gapirsang-chi. Oyi, men u yerda xizmatkorman. Oshxonada ikkinchi oshpazman. Qaynonamga yordamchiman. Tinim yo'q. Bor yo'g'i 3 soat uxlayman. Bular pastkash oila. Har bir narsadan tejashadi. Qaynonam umuman tinch qo'ymaydi. Xuddi cho'ridek ishlatishadi. Yaxshiyam sizlar keldinglar. Bo'lmasa o'sha kuniyoq meni kafesiga ishga chiqarmoqchi edi. Endi shifoxonadan kelganimga qaramasdan chaqalog'ing ham aravachada yotaveradi, ishlayvering deyishdi. Nega bir og'iz bizga qo'ng'iroq qilib aytmading? Oyi, pasportim ham undi, telefonim ham undi. Qo'rqdim. Erim uyingdagilarga biror narsa desang, seni ushlab oldim deb aytaman dedi. Taniqli bo'lsam, hamma yoqqa sharmanda bo'lib ketardim, oyi. Siz bilan gaplashsam ham yonimda turardi. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Men adashdim, oyi. Yo'q. Men qizimni shunday xor qilib qo'yishlariga yo'l qo'ymayman. Mayli, sen shu yerda tur. Rahmat maslahatlaringiz uchun. Endi har holda bilib qo'ygan yaxshi-da. Ha, onasi? Kuyov bola, Labbi. bu kafengizga ishchi kerak bo'lgani uchun qizimni olib ketgan ekansiz-da. Aylanay. Yo'q, men hozir hammasini tushuntiraman. Siz deyishga ham arzimaydigan maxluq ekansan-ku. Nima haqqing bor seni? Qizimni pasporti bilan telefonini olib qo'yishga. Nima? Ha? Pasportni, telefonlarni olib qo'ygan ekanmi? Xuddi shunday. Bu yolg'on kim aytdi sizga, ha? Qizimni ko'chaga chiqarmasdan ota-onangga aytsang sharmandangni chiqaraman. Ushlab oldim deb qo'rqitgan ekansan-u. Iye. Quldek kafengda ishlatish uchun uylanganmiding? Sen kimsan sen? O'zi meni qizimni quldek ishlatadigan. Senga kim huquq berdi? Bo'lmagan gap. Aslida o'zi qizingiz menga Ha? Xiyonat qildi demoqchimisan? Nima qizim men? Nima qizim? Ha, bolasini torta olmoqchisan, ha, nomard? Iye. Ha, shunaqa dadasi. Iye. Buni sudda gaplashamiz bo'lmasa. Iye, sizlarni odam deb xudo bo'lib o'tiribman, hayvon ekansizlar-ku. tinchlanib oling. Qizingizni o'zi Nima qizim o'zi? Nima qildi? O'zi bu aytgandim senga, birinchi ko'rganda menga yoqmagandi. Keyin mayli qizim deb bu bilan yaxshi gaplashib yurdim. Kuyov deb. deb bo'ldi-da endi. Mumkin deb har balon gapiraverasizlarmi? Ha? Men bolamni tortib olaman. Nimani tortib olasan? Ha? Ey. Qo'lingdan kelganini qil. Aytib qo'y. Bekor qolsinlar. Menga qara. Hoziroq bu yerdan qorangni o'chir. Tur o'rningdan. Tur! Xotinim bolam bilan keldimmi bu uyga? Ularsiz ketmayman. Bolaning pasporti bilan qizingizning pasporti hujjatlari bilan menda. Seni ertagayoq sudga berib hujjatlarini tortib olganingni aytaman. Hech narsa qila olmaysan. Mayli. O'zinglar bilasizlar. Bor yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Bekor qolsinlar lekin. Uyatsiz. Dadasi, bu kuyov jinni ekan-ku tuppa-tuziga. Boshida yoqmaydi bu menga. Voy tavba. Sobiq eringizni qo'lidan hech narsa kelmasdan qaytib ketdi, opa. Ha, Xudoga shukr. Sud ham qizimni menda qoldirganiga shukr. O'zingiz ham o'shanda o'ylamasdan boy Turkiyada yashaydi deb tepib ketaverdingiz. Qayerdan bilay? Juda sodda bo'lgan ekanman. Ha, opa-singillar. Nimalarni gaplashib o'tiribsizlar? Oyi, men kinoga qaytmoqchiman. Voy, juda yaxshi o'ylabsan qizim. Seni ham jilmayadigan kuning bor ekan-ku, ha?
yaxshi o'ylabsan. Ish bilan chalg'iysan, qizim. Bo'ling-ku, men o'zim qarab beraman. Men ham borman, qarab beraman. Yaxshi. Filmlaring hit bo'lgani bilan tabriklayman. Rahmat. Sizdan juda ham minnatdorman. Sobiq erim bilan sudda menga juda katta yordam qildingiz. Aytgancha, bu yerga meni nimaga chaqirdingiz o'zi? Maslahatli gapingizni hali ham aytmadingiz. Sen bilan bir odam tanishmoqchi. Xo'sh, kim? Usmon aka, shaharning eng boylaridan biri. Nega? Sen tushadigan filmga homiy bo'lmoqchi. Ko'risha olasan? Mayli, bo'shman. Unda shu yerga chaqira qoling. Bo'ldi, hozir qo'ng'iroq qilaman. Alo, Usmon aka? Oyi, oxirgi paytlar juda ham xomush yuribsiz. Tinchlikmi? Oping haqida mahallada g'iybatchilarning gaplari seni ham baxtingga soya soladimi deb qo'rqaman-da, qizim. Oyi, unaqa gap so'zlarga umuman ahamiyat bermang. Qanaqa qilib? Kecha ham bitta qo'shnimiz bilan urushib ketdim. Voy, nega? Qizingiz bolasini sizga tashlab, o'zi mazza qilib kinoga tushib yuribdimi deydi. Kinoga tushish uchun eridan ajrab keldimi deydi. Uf, odamlarga nima ekan, oyi? Tili bilan yurishadimi ular? Bilmadim. Opangam tezroq biron bir yaxshi yigitga turmushga chiqsa edi. Shu gaplar ham bo'lmasmidi? Mana sizlarni tanishtirib qo'ydim. Haligi Mana biroz ishlarim bor edi. Tezda qaytaman, aka. Tezda kelin, xo'p? Siz bilan tanishishni Jamshiddan iltimos qilganman. nega? Chunki siz menga yoqib qolgansiz. Niyatim jiddiy. Dangal gapirganimdan xafa bo'lmang. Shu yoshgacha bo'ydoq yurmagandirsiz, oilangiz bo'lsa kerak. Ha, bor, lekin u bilan ajrashmoqchiman. Uni ikkinchi turmushiman. Birinchi turmushidan bitta o'g'ilchasi bor. Ajrashish qiyin bo'lmaydi. Birovni baxtini evaziga qurilgan baxt mustahkam bo'lmaydi. Nega? Men sizni sevib qolganman. Sizga to'y qilib uylanmoqchiman. Badavlat odam bo'lsa, ajrashib uylanaman deyotgan o'zi. Nega rozi bo'lmasligim kerak? Rozi bo'lsam nima bo'pti? Ancha narsa undirsa bo'ladi. Meni ixtiyorim dadamda. Dadamlar bilan gaplashishingiz kerak. Mayli. Dadangiz bilan gaplash kerak bo'lsa gaplashamiz. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Nimaga aynan meni qizim? Qizingizni yoqtirib qoldim. O'shanga. Siz uylangan ekansiz-ku. Oilangiz bor ekan deb eshitdim. Ajrashaman. Ajrimga berganman. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Mayli. Men uchun meni qizim baxtli bo'larmikan gap shunda? Albatta qizingizni baxtli qilaman. Yigitlik so'zim. Aytgancha mana bu arzimas. Nima bu? Mashinani kaliti. Bu nima bu? Nimaga? Olavering, xijolat bo'lmang. Maza qilib meni bilasiz. Yo, odamni xijolat qilyapsiz. Xijolat bo'lmang aka, men olaman. Mana shu mashinani meni bilasiz. Mayli, agar qizim o'zi rozi bo'lsa, men roziman. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling.
sovg'a qilgan kiyim do'konim yoqdimi? Ha, yoqdi. Ha. Ertagayoq nomingga o'tkazib beraman. Rahmat. Keyin sovg'a qilgan mashinamni ham minib yurgin, xo'p? Xo'p. Mana bu senga. Brilliant ko'zli o'zikmi? Ha. Hozir selfie qilaman. Yo'q, shoshmay tur. Nimaga? Hozir emas. Hamma ishlarni hal qilib olaylik. Xotinimdan ajrashib olganimdan keyin, ana undan keyin qilaverasan. Maylimi? Xo'p, mayli. Lekin to'y nima bo'ladi? To'y bo'ladi. Bu aniq. Dadasi nima boyligi uchun shu yigitga qizimizni uzatmoqchimisiz? Boylik uchun emas, onasi qizimizga shunaqa aqlli, mulohazali odam kerak. Ha, bir tarafdan gapingiz ham to'g'ri, lekin Mahallada gap so'z ko'payyapti. Qizimizni shuning uchun tezda uzatishimiz kerak. ish qilib shu odam bilan taqdiri qo'shilgani rost bo'lsin. Lekin nimagadir ko'nglim g'ash. Erkak so'zini berdi. Balki rostdan ham haqiqiy baxti shudir, onasi. Agar rostdan ham shu yigitga tegadigan bo'lsa, qizini o'zimiz bilan olib qolamiz. Begona odam baribir nevaramizga otalik qila olmaydi. Men bunga ishonmayman. Mayli, sen nima desang shu. Ilohim amin. Baxtli bo'linglar bolalarim, qo'sha qaranglar. To'xtanglar. Vazira. Sen bu yerda nima qilyapsan? Erimni boshini aylantirib olgan senmiding? Siz baxtimizga xalaqit bermang. Usmon akam baribir ajrashadi siz bilan. Oldinlari ham sezib yurardim. Lekin bunchalikka borasiz deb o'ylamagandim. Essiz. Tushunmadim. Ha, aytgancha. Bo'yningdagi zanjir bor-ku. Ana shu bo'yningdagi zanjir, qo'lingdagi bilaguzuk menga tegishli. Uydan qidirib yotuvdim. Qayerga yo'q bo'lib qoldi desam, Erjonim senga olib kelib bergan ekan. Nimalar bo'lyapti? Er kerakmi senga? Shu inson senga kerakmi? Ol. Seniki. Onasi Bu qanaqasi? Oy, dada. Men 1 soatda qaytaman. Sizlar to'yxonaga boraveringlar. men qarang. Onasi Dadasi, nimalar bo'lyapti o'zi? Usmon akam nima qildi ekan? Qayerda ekan? To'y ham tugay deb qoldi. Hammani oldida sharmanda bo'ldim. Telefon qilib ko'rsammikin? Ha, telefon qilaman.
Nimaga javob bermayaptilar? Nimaga telefonlari o'chiq? Nima bo'ldi ekan? Nima degan odam bo'ldimi? Ey Xudo. Yuring Niginaxon. Nigina, meni kechir. Kecha shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Sizni telefoningiz o'chiq edi. Men restoranda bitta o'zim sizni kutib qolganman. Telefonga qaramabman. Zaryadkasi tugab qolibdi. Bir marta kechir. Hop. Ha, aytgancha, bu sen uchun olgan kvartiram. Hozircha men shu yerda yashab turasan. Uchastka beraman degandingiz. Hozircha men shu yerda yashab turaylik. Shoshilinchda yaxshi joy topilmadi. Topilgandan keyin uchastka ham olib beraman. Keyin xotinimning gaplariga sen ahamiyat berma, xo'p? Endi u alam qilgandan janjal chiqaryapti. Maylimi? Men imkon qadar undan tezroq ajrashib, sen oldingga kelaman. Ikkalamiz birga yashaymiz. Kuyov yaxshimi qizim? Xafa qilmayaptimi? Yo'q, oyijon, nega xafa qiladilar? Aytgan narsamni olib beradilar. Uyga xizmatchi olib berganlar. Hammasi yaxshi. Bu tarafdan yolchibsan. Xayriyat. Ha, xavotir olmang, oyi. Oyi, opa, assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Ha, qizim, nima gap? Gapir. Haligi opa, eringiz Usmon aka sizni aldayaptilar. O'ylab gapiryapsanmi? Sen qayoqdan olding bu gapni? Bir kursdoshim o'sha Vazir opani mahallasida turar ekan. O'sha aniqlab berdi. Tushunmadim, nima gap deydi? Usmon akani hamma narsasi o'sha xotini Vazir opaniki ekan-ku. Yo'q, oyi, bo'lishi mumkin emas. Adashmayapsanmi, qizim? Yo'q, oyi, nimaga adashaman? Mahos qo'ng'iroq qiling. Qayerdan olding bu gapni? Aytdim-ku, oyi, surishtirdim deb. Ha, go'zalim. Zerikmay o'tiribsanmi? Xotinchingiz yonidan kelyapsizmi? Ajrimga bermagan ekansiz. Hamma narsa uniki ekan-ku. Nega meni aldadingiz? Menga yolg'on gapirishga uyalmadingizmi? Hamma narsangiz xotiningizniki ekan-ku. To'g'ri. Vazira boy. Uni firmasini men oyoqqa turg'izganman. Bilasanmi? Bo'lmasam bankrot bo'lardi. Uni boyligida meni ham ulushim bor. Xo'p, ajrimchi? Rostdan ajrimga berganmisiz? Ha. Berganman. Ishonmasang tekshirib ko'rishing mumkin. Sen shoshganing uchun ham oldindan kichik to'y qilib berdim. Nigina. Men u bilan rostdan ham ajrashmoqchiman. Keyin mol-mulkimiz ikkiga bo'linadi. Ana undan keyin ikkalamiz birga yashaymiz. Sen bilan zaksdan o'taman. U menga doim xo'jayin bo'lgan, rafiqa bo'lmagan. Men ham yorug' kun ko'rishim kerakmi? To'g'rimi? Haqqim bormi? Nigina. Ikkalamiz albatta baxtli bo'lamiz. Faqat ozgina sabr qilgin, maylimi?
Niginaxon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz Sharif aka? Va alaykum assalom. Yoningiz bo'shmi? Ha, Mayli, o'tirsam. marhamat. Shu bugun syomka juda ham cho'zilib ketdi. Ha, Sizni epizodlaringizni olishdimi? yo'q hali. Kecha menga qo'ng'iroq qilib, sizdan keyin meni epizodlarimni olishar ekan. Shuni tushuntirishgandi. Lekin qarang, bugun qancha vaqt o'tdi, hali sizning epizodlaringizni olishmadi. Mayli, ishlari cho'zilib ketgandir-da. Qanaqadir ham sekin ishlashar ekan bor-ku, boshqa guruhlar unaqa emas. Nigina, chayqab qolmadingizmi? Biron narsa ichasizmi? Yo'q, rahmat. Men unda hozir. Nigina, bu sizga. Doim shu guldek chiroyli bo'lib yuring. Rahmat. Haligi yuring, birorta bir kafega borib, choy, qahva ichib turamiz. Bular juda ham cho'zilib ketadi-yu. Hali beri olishmagan, qarang, hali motor ham berishmagan. Chiroqlarni qo'yishyapti. Qo'rqmang, o'zim sizni mehmon qilaman. Yuring. Yuring. Hali bular ko'p olishadi, bilasizmi? Otabek, biz hozir kelamiz. Mana, bir pasda bahor ham kelib qoldi. Bilasizmi? Men sizni shu bahor faslida o'sadigan lola guliga o'xshataman. Gapi ham topasiz, Sharif aka. Bilsangiz, men onda-sonda she'rlar yozib turaman. Lekin sizga kelganda negadir yoza olmayapman. Meni o'zingizga mahliyo qilib qo'ydingiz. Men turmushga chiqqanman. Bilaman. Sizni eringiz hali ajrashmagan. Buni hamma biladi. Birga yashashmaydi, yaqinda ajrashadi. Nigina, men sizni sevaman. Sizdan iltimos. Usmon bilan ajrashing. Men sizga uylanaman. Siz uylanmagan yigitsiz. Nima qildi? Men uchun sizday ayolga uylanish bu sharaf. Men sizsiz hayotni tasavvur qila olmayman. Yana uchastka ko'radigan variantlar bormi? Tezlash kerak. Ajrimga berib bo'lganman. Oz qoldi. Tezroq uchastkaga olib borishim kerak Niginani. Bo'pti, menga lokatsiyasini tashlab yubor. Borib ko'raman o'sha uchastkalarni. Xo'p. Allo. Usmon aka, haligi sizga bir gap aytaman. Faqat jinnilik qilib yurmang, xo'pmi? Nima bo'ldi? Nima gap? Men yashaydigan domda ijarada turadigan Sharif degan yigit bor. Sizni yangi xotiningiz Niginani mashinasida olib keldi. Kvartirasiga olib kirib ketdi. Adashmayapsanmi? Yo'q, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Aktrisa qiz, taniyman-ku. Chin ursin. Manzilga yuboraman. Nima qilsam ekan? Bostirib kirsammikan? Kirsam, ikkovini ham o'ldirib qo'yishim aniq. Ayniqsa Niginani. Uni deb hamma narsaga tayyor edim. Mana ajrashyapman ham. U bo'lsa meni yuzimga oyoq bosdi. O'sha yigit kim ekan? Mendan nimasi ortiq o'sha yigitni?
qiz? Tushunarli. Aka, siz noto'g'ri tushundingiz. Biz ichkarida syomka bilan Bu nima qilganingiz? O, sen shu so'takka rahming kelyaptimi? Ha? Shunga achinayapsanmi? Bu siz o'ylagan narsa emas. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Sendan kutmagan edim. Iflos ekansan. Agar ayol kishi bo'lmaganingda nima qilishni o'zim bilardim. Tushuntirib beraman. Bo'ldi, o'chir. Mana bu qo'limni harom qilishga arzimaysan. Mashinani kalitini ber. Usmon aka. Mashinani kalitini ber. Mashinani ijaraga olib bergan uy yonida qoldirgandim. Kiyim do'konga ham, ijara uyiga ham yaqin yo'lama, tushundingmi? Bundan keyin umuman ko'zimga ko'rinma. Agar ko'zimga ko'rinadigan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Hay qiz. Menga qara, nima ishlar qilib yuribsan, ha? Ha, seni tug'mayman men o'ylayman. Oyi, biz uni kvartirasida shunchaki syomka qilgandik. Usmon aka menga ishonmadi. Hammasi to'satdan bo'ldi. Oyi, bilmay qoldim. Erlik ayol, iflos yigitni kvartirasida nima bor edi senga? Nima bor edi? Bizni sharmanda qilding, yer bilan bitta qilding. Oyi, bilmay qoldim. Otang ko'tara olmaydi, buni ko'tara olmaydi. Bizni o'ldirding bizni. Ha, seni tug'mayman o'ylaysan, seni tuqquncha it tuqsam bo'lmasmidi, ha? Ey Xudoyim, ey Xudoyim. Oyi, kechiring, bilmay qoldim. Sharmanda qilding bizni, o'ldirding. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nega chaqirdingiz? Vazira. Meni kechir. Oyimchangiz xiyonat qildimi? Buni qayerdan biling? Mana senga avans. Ol. rahmat opagilam. Sizniki tabarruk. Menga sendaqalarni xushomati o'tmaydi. O'shani uyingga olib borasan. Bilmayman nima bahona qilasan. Bo'lmasa mendan boshqa pul ola olmaysan. Yaxshi, bir og'iz so'zingiz. Uni sharmanda sharmisor qilsang, shunda 3 barobar beraman. Yo'q. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi. Faqat Nima faqat? badavlat ayol bo'lsangiz, bunaqa ish sizga nimaga kerak? O'sha iflos erimni faqat puli uchun, mavqei uchun qaraganini erimga isbotlashim kerak. Bo'lmasam xavotir olmang. O'sha qizni shunaqa avlab tashlayman. Qarmoqqa laqqa tushganini o'zi bilmay qoladi. Kelishdik. 3 barobar. Ish bajarildi deb o'ylayman. Kutaman. O'sha Sharifni men yollaganman. Iflossiz Sharifni rad etishi ham mumkin edi. Xo'sh. Nimaga rad etmadi? A? Bitta gap tashlaganda qarmog'iga ilindi. Ko'rdingizmi? O'sha iflos sizni pulingizga uchyapti desam indamagandingiz. Unga sizni pulingiz, mavqeingiz kerak. Bu kuningizdan o'lganingiz yaxshi. Vazira. Nima vazira? Nima vazira? Sizga o'xshagan erkaklarga bunaqa ifloslar faqat pulingiz uchun, mavqeingiz uchun qarashadi. Uy-joy undirib olmoqchi bo'lishadi. Bilib qo'ying. Sizni hech qachon kechirmayman. Siz bilan ajrashaman.
Vazira. Men emas, o'sha iflosni tanlaganingiz uchun, menga xiyonat qilganingiz uchun ajrashaman. Hech vaqosiz qolasiz. Aytgancha kalitni bering. Vazira. Bering dedim. Ko'chada baqirtirmang. Hayf sizga. Oyi, haligi dadamning ahvollari. Dada degan tiling kesilsin. Dadang seni hatto ko'rgisi ham kelmayapti. Hey, qiz bo'lmay ketgur. Men nima qildim? Tavba. Ha, Dilbar, yaxshimisan? Tuzukmisan? Hamma yoqda duv-duv gap. Rostmi o'sha gaplar? Odamlarni og'ziga elik tutib bo'lmaydi. Ering seni Alfons Sharif bilan ushlab olganmishmi? Qizlik uyingda ekansan-u, mashinasiz qolibsan, ering hamma narsangni tortib olibdi. Shu gaplarni aniqlagani qo'ng'iroq qilyapsanmi? O'zimni dardim o'zimga yetib turibdi. Asabiylashma, yig'lab o'tirgandan ko'ra chorasini topish kerak. O'limdan boshqa hamma narsani iloji bor. Sharmanda bo'lib bo'ldim. Ko'chaga ham chiqolmay qoldim. Hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatyapti. O'z uyimda ortiqcha bo'lib qoldim. Hatto ota-onam ham meni ko'rgisi kelmayapti. Bu uydan iloji boricha bosh olib ketgim kelyapti. O'zingni bos, Nigina. Uydan chiqsang, bundan ham battar gapga qolasan. Xo'p, unda nima qil deysan? Bir yo'li bor. Xo'sh. Boshqa Usmon akadan ham badavlatroq odamni topib, unga erga tegishing kerak. Shunda uyingdan ham bemalol keta olasan. Ota-onang ham senga ortiqcha gapirisha olmaydi. Aytishga oson. Qayerda o'sha badavlat odamni menga ko'zi uchib turibdi? Yaxshi, qimmat fitness klubga borgin. O'sha yerda badavlat erkaklar to'lib yotibdi. O'sha yerdan ilintirasak opa, nima kerak edi o'zi zalga kelishi? O'z qomatingiz yaxshi-yu. Shin bo'lmasin. Yo'q, bu zalni narxi ham qimmat ekan. Arzonroq joyga borsak bo'lmaydimi? Jim turgan? Ko'zingiz olma teryapti. Yana u bu kim erkakni uchratib qolamanmi deb o'ylayapsizmi? Bor keta qolgan. Yetib olaman o'zim. Bor ketur, yetib olaman. Bo'pti. Sizni zalda birinchi marta ko'rgan kunimdan boshlab yoqtirib qo'yganman. Niyatim jiddiy. Shu paytgacha uylamaganmisiz? Ajrashganman. Turmushim o'xshamagan. Moskvada bir o'zim yashayman. Unda bu yerda nima qilyapsiz? Bu yerga havo almashtirgani opam uylariga kelgandim. Biznes bilan bo'lib sal ushlanib qoldim. Endi hozir sizni ko'rgandan beri ketish niyatim yo'q. Rostdan ham ajrashganmisiz? 1 yil oldi. Xarakterlarimiz to'g'ri kelmagan, lekin o'zi yaxshi ayol. Taqdir shu ekan. Rafiqangizni yomonlamayapsiz. Demak, yaxshi insonga o'xshaysiz. Meni bitta qizim bor. Hech qisi yo'q. Sizni qizingiz meni ham qizim, lekin hozircha shu ota-onangiz bilan qolib tursin. Ertaga o'zimiz u yoqqa borgandan keyin qizingizni chaqirib olamiz. Faqat meni ixtiyorim ota-onamda. Hech qisi yo'q. Ota-onangizni ko'ndirish meni ishim. Men ular bilan gaplashib, ularning ham ko'ngillarini olib, keyin sizni o'zim bilan Moskvaga olib ketaman.
O'sha sen aytgan erkak dadang bilan gaplashibdi. Lekin dadangga yoqmabdi. Oyi, nima men sizga 18 yoshli qizchamanmi? Dadam tanlab berganiga tegadigan. Yana boshqa joyga ketadigan er topding-da. Oldingisi nima bo'lgan edi? Oyi, u menga uylanib, meni Moskvaga olib ketsa, bu yerdagi gap so'zlar ham tinchiydi-ku. Qizingchi? Qizing nima bo'ladi? Hozircha siz bilan yashab turadi. Keyin olib ketamiz. Uni senga berib qo'ymayman. Oyi, menga baribir. Men o'z shaxsiy hayotimni yo'lga solishim kerak. Bilganingni qil. Dadangga aytaman. Rozilik beradi. Hay. Bo'p qoldinglarmi? Ha, bo'p qoldik, oyi. Ish qilib, bu safar baxtli bo'lgin qizim. Aytganingiz kelsin. Singlingni ham yaqinda unashtiryapmiz. Kimga? Kurstoshimga, opa. Ha, anu ortindan yurgan, oddiygina Spark minib yuradigan Xushvaq Osiyo kurstoshingmi? Ha, o'sha. Ko'p bolali oiladan yana hech narsasi yo'q yigitga tegyapsanmi? Opa, siz aralashmang. Bu meni hayotim. O'zim xohlaganga turmushga chiqaman. Shu gaplar kerakmidi senga? Oyi, Xudoyim-ey. Bo'laqa tezroq. Zaksga kechga qolasan. Ha. Buningizni o'ylab gapirdim. Ha, tuzumsan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelasizmi? Rahmat. Nega kech qoldingiz? O'ynayuribman. Maylimmi? Ishlarim bor. Ishlarim bilan ovoramanmi? Tavba. Siz yaxshi ko'rgan ovqatni qiluvdim, yeysizmi? Hozir men eng yaxshi ko'rgan ovqatim bilasanmi nima? Sani chekaging kamroq ochilishi. Qornim to'q. Shu do'ngalakni qo'yish shartmi shuni? Shart aka, shart. Mahallani ko'chada mashinalar u yoqda ham bu yoqqa menga qo'yib yuribdi. Bir narsa bo'lsa nima kim javob beradi? Ham buni do'ngalayini ko'rgandan keyin sal sekinlashib yuradi. Aka, Shu mashinasi borlar ham shuni qo'yganini o'tayotganda qarg'ab o'tadi-da. aka, men savob ish uchun qarg'asa, meni qarg'asa. Men roziman. Aka, mahallada yosh bolalar ko'p. Birontasi yugurib darvozadan chiqib qolsa, ani o'pkasi yo'qlar yoki mashinani endi haydaganlar yo'ldan chiqib qolsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qani ayting? Ha, uyda qarab o'tirsin-da, ota-onasi o'sha yosh bolalarga. Aka, yosh bolaga kim qaraydi? Bola kerak bo'lgandan keyin qaraydi-da. Menga qarang. Baribir mahallani ko'chasiga do'ngalak o'rnatmaysiz. Men qarsiman. Qivir. Iye. Menga qarang, aka. Mana shu mahallada 90% dan ortiq odam mana shularga rozi bo'ldi. Sizni gapingiz hech narsa emas, to'g'risi. Iye. Bu nima deganingiz? Tez qillaring. Men qarang, o'zi siz kimsiz? Bunaqa hammani nomidan gapiradigan kimsiz siz o'zi? Iye. Yig'ishtiringlar bu ishni. Aka, men shu mahallaga mas'ulman, aka. Shu obodonlashtirishga, shu mahallaga qaraydigan mas'ul insonman. Aka, erkak bo'ling, erkak, maydalashmang. Nima kerak bor shu narsani? Menga qarang. Nima siz meni erkak emas deyapsizmi, ha? Aka. Siz oldin o'zingizni erkak bo'lib, o'zingizni katta qizingizni eplab oling, aka. Birinchi yerida mana qochib keldi. Ikkinchi yeri ushlab olib haydab yubordi. Xudo biladi, uchinchisi nima bo'ladi. Siz o'zingiznikini eplab oling. Menga aql o'rgatmang. Hey. Qivir. Gapga quloq solma.
Seni nima ishing bor? Ben qarang. Nima bo'ldi? Okey. O'zi. Ben qarang. Bola, baxtga yordam ber, qo'ldan ushla. Bu yoqqa ketyapman senga. Alo? Ha, Nilufar? Opa, dadamni berib qo'ydik. Dadamni miyalariga qon quyilib. Nima? Olamdan o'tdilar. Nima? Tezroq yetib keling, opa. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Dada! Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Dadam olamdan o'tib qoldilar. Voy. Joylari jannatda bo'lsa. O'zbekistonga ketishimiz kerak. Xafa bo'lma. Yaxshi odam edilar. Bugun borasiz, bugun ketamiz. Ha, bu yoqda ishlarim bor edi. Men senga o'zingga bilet olib beraman, bo'ptimi? Men ertaga orqangdan sraz yetib olaman, bo'ptimi? Xo'pmi? Sen ne plach. Noz bilet harakatini qiling. Oyi. Ulgurmading qizim. Yerga qo'yib bo'lishdi. Nima bo'ldi o'zi oyi? Yaxshi edilar-ku. Bilmayman. Ko'chada yiqilib qolgan ekanlar. Qo'shnilar tez yordam chaqirishibdi. Dada. Алло? Алло, Рустамчик дома? Нету его. А ты кто? Нету его. Это кто? Наверное, вы его домработница, да? Ты сама такая. Все давно улетели. О, xotinjonim, assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Tuzumsan? Qachon kelding? Bilmay qolmay kelganingni ham. Uyalmaysizmi? Insofingiz bormi? Men bu ahvolda janozaga borib kelyapman. Siz bo'lsa bu yerda yalla o'qib yuribsiz. Shu telefonimni ko'ylagimgacha. Shu otangning janozasida qolib ketavermabsan-da. Nega kelding? Menga xiyonat qilib yurganmi deysiz shuncha payt. Menga qara. Sen meni tergashga haqqing yo'q. Men sana hamma narsani qilib qo'yibman, tushundingmi? Lekin Stop. Xohlasang shu. Xohlasang, ana. Katta ko'cha. Keyin safar men telefonimni tiklaman, tushundingmi? Алло, Елена? Да, милая? Я вот еду к тебе. Nomard. Hali bu ham bormidi boshimda.
endi nima qildim? Bunisidan ham ajralsam, kim degan odam bo'laman? O'zi otamdan ayrildim. Onamdan ham ajralib qolamanmi? Yana buni ustiga ikkinchi bolamga homilador bo'lsam. Balki o'zgararsiz. Farzandli bo'ldik. Menga qara. Senga nima yetmayapti o'zi? Uy joy qilib bergan bo'lsam, ta'minlab qo'ygan bo'lsam, tegingda BMW bo'lsa, haftada bir marta mana shu uyga odamlar работница kelib tozalasa, qo'lingni muzdek suvga urmasang, ha? Nima yoqmayapti? Nima yoqmayapti senga? Ma, oying ko'p nolima bo'ptimi? Alo. Yaxshimisan, qizim? Assalomu alaykum oyijon. Ahvollaring yaxshimi? Yaxshi. Yig'ladingmi? Yo'q, shamolladim shekilli. Ha, yaxshi bolam. Kuyovim yaxshimi? Nevaram. Singling homilador bo'pti. Shunaqa xursandman. Shuni senga aytgani qilgandim. Singlimni baxtiga ko'z tegmasin. Men bu yoqqa kelib bola yig'layapti. Bolaga qaraydimi bu uyda odam yo'qmi? Mayli, oyi, keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p, mayli. Chiqdingmi? Chiqdim. Qachon qaytasan? Shu bir haftalar yursam kerak. Oyimni, sinimni juda sog'indim. Yo'q, bemalol qancha yursang yuraver, xo'p? Shoshma, ularni diydoriga to'ygan. Bemalol mazza qilib ular bilan vaqt o'tkazgan. Ha, aytgancha bolani enagiga tashladim. Isitmasi chiqqandi. Samolyotda uchsa yana mazasi qochib qolmasin. To'g'ri o'ylabsan, hech xavotir olma. Boladan o'zim hol ahvol so'rab turaman. Endi samolyotga kech qolmay yur. Yurmasam tez-tez kuzatib qo'y, yuroqqa. Oyi, qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadim. Samolyot uchmadi. Havo juda ham yomon. Tuman ekan. Aeroportda tunamayman-u, shunga uyga keldim. Ertaga uchaman. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi. Xabardor qilib qo'ydim men. Rustam aka. Rustam aka. Opa, o'g'lingizni uxlatdim. Voy, rosa yig'loqi bola bo'pti. Endi bunisi bilan ham ajrashasanmi? Ha. Xiyonatni kechirmayman. Peshanang qursin. Peshanaging qursin. Oyi. Nima oyi? Chet elda yashaydiganga tegaman deding. Boy deding. Mana nima bo'ldi? 3 ta er, 2 ta bola. Kamiga yana gap so'zga qolib o'tiribsan. Gaplaringiz to'g'ri, oyi. Rostdan ham xato qildim. Agar o'shanda Zohirga tegaman deb turolmaganimda edi. Shu Turkiyada yashashga uchmaganimda bunaqa qiynalmagan bo'lardim.
hech bo'lmasa Sharifa gaplariga uchib Usmon akaga xiyonat qilmaganimda, sabr qilganimda. Otangni ham boshiga yetding. Sen haqingdagi gaplarni ko'tara olmay ketdi. Ha, juda ham mudhish xato qildim. Xato ustiga xato. Rustam akamga tekkanim ham juda katta xato bo'ldi. Alo, ha dadasi? Nima, bolam yig'ladimi? Ha, Oyjon qarab o'tiribdilarmi? Ha, kafega? Yaxshi, oilaviy boraylik. Oyjonim birga borsinlar. U yerda bolaga qarab turadigan qizlar bor-ku. Xo'p, hozir ketyapman. Qanchada kelasiz? Shu yerdamisiz? Darvozam yonida? Xo'p, hozir chiqaman. Xo'p. Oyi, uzr, kuyovingiz kelibdilar. Darvozam yonida kutib turgan ekanlar. Oilaviy kafega olib bormoqchi ekanlar. Yangi mashina olgandilar. Shuni yuvib bermoqchilar. Muborak bo'lsin qizim. Mayli, bora qoldi, kuttirib qo'ymagin xo'jayining. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Ko'z tegmasin. Singlim juda ham baxtliga o'xshaydi. Eri yangi mashina oldi. Ha. Eri qo'ygani joy topolmaydi. Qizg'anadi. Hamma joylarga o'zi olib borib, o'zi olib keladi. Ilohim baxtli bo'lsin. Qaynonasi bir ham yaxshi. Erini ishlari yurishib ketib, yaqinda uyga xizmatchi olib berdi. Endi yangi uchastka olishar ekan. Ha, singlimga havasim keldi. U boy bo'lmasa ham o'zini qadrlaydigan yigitga turmushga chiqdi. Mana oxiri boylikka erishadi. Men bo'lsa xatoyimni endi tushundim. Agar odamning o'zida mulohaza bo'lmasa, o'ylab ish qilmasa, boylikka uchsa, faqat boylikni o'zi baxt bera olmas ekan. Men ham boylik deb odamlarning qanaqaligiga qaramasdan munosabat qildim. Mana oxiri shu ahvolga tushib qoldim.